Assalomu alaykum, chorvador aka-ukalar, do'sti birodarlar. Akalar, sizlar uchun mana bunda chiroyli yetuk bo'g'ozlarni va xudo xolasa ertasi bor, kelajagi bor buqa variantlarini ko'rsatishga shaylanib turibmiz. Videoda boshidan bittadan like bosib, qo'llab-quvvatlab, otangga rahmat deb kommentariyaga iliq fikrlar yozib qoldirasizlar. Kanalimizda mehmon bo'lsangiz, albatta obuna tugmasini bosib qo'ysanglar, mana shunday kunlik ma'lumotlardan, narx-navolardan xabardor bo'lib turasizlar. Bugungi adresimiz Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani Saroy qishlog'idan o'sha har doimgidek arzonchi akamiz Adhamjon akamizning xonadonlariga tashrif buyurdik. Hurmatli kuzatuvchilarimiz, 4 bosh buqa va 2 bosh bo'g'oz variantlaridan chiroyli qilib olib kelib qo'yibdilar. Xudo xolasa narx-navolardan ham yengil qilib beradilar. Go'shtlarning narxi ham, bozorlarning narxi ham oshib ketyapti. Obunachilar olish kerak, olganda qoladi. Xudo xolasa baraka toparasizlar. Bugungi chislolarimiz 2026-yil 15-aprel haftaning chorshanba kuni. Avvalo hamma kuni xayrli bo'lsin. Akalar yaxshilab joylashib, like bosgan bo'lsalar, biz mana shu akamizga yuzlanamiz. Chiroyli qilib narx-navolarni. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Sizlar like bosib qo'llab turasizlar. Qo'ldan kelganicha aka, qo'l narxda yengil. Yengil qilib har doim bo'ladi. Bir haftasidan bor, har doim bo'ladi aka. Ozgina. Hop. Mollarda obunachilar osib qo'ymadik. Mana shunday yeb ichib turgan joyidan qop-quruq somonni mana tashladik. Hammasi mana yeb ichib turibdi. Kimga mashina ishonchli, sog'lomi kerak bo'lsa, ertasi bor kerak bo'lsa, videoda oxirigacha kuzatib, qo'llab-quvvatlab turasizlar. Akalar, biz narxini, ma'lumotini berishda davom etaveramiz. Qaysi tomondan ketamiz aka? Hop, buqa olaman degan obunachilarimiz kutib qolishdi. Buqadan ketaveramiz. Ana bo'g'ozingizni ham oxirida narx yeri bilan bitta qo'yib berasiz ekan. Vallahi hisob. Yeb ichishlar bir haftasida bor ekan. Kamoldimizda buqa chiqmayapti degan akalarimizga arzon yerida mana buqalar. Biri 3 ekan aka. Biri 3. 3 tane bitta qo'yaymi? Bir-biriga tushaveradi. 4 ta bitta qilsangiz arzon qo'yib bersangiz aka. Sizdan olib baraka topsa men xursand bo'laman. Shved variantidan. Oq quloq, oq tumshuq deydimi? Mana shu. Biri 4. Mana bo'lakcha tomon aka. Uchinchisi. Ha, uchinchisi. Bitta qo'yaveramiz hammasi. Ha, uchun bitta qo'yaveramiz. Ammo ozgina plyus minisi bor a? Tala olishganmi? Ha. Ey, yer bilan osmon bo'lmaydi aka. Biri 4 ekan bu. Ish bitadigan darajada axir. Bir plyusga bersanmadingiz? Bir plyusga bering. 3 sant, 2 sant qabaqa aka. Bo'ldi. Bo'yga tom tushmaymiz. Uchovini bir yerga oldim, atamboy jo'natverur. Gap yo'q, o'tgan safar ham oluvdim, baraka topdim deyishib, telefon qilasiz, necha pul o'tib berasiz, qancha qo'yib beramiz? Aka, yengil qo'yamiz. Ko'p tortishmaymiz a? Albatta. Sozgina qilib qo'yamiz. Gaplashamiz, bo'ladi yani. Bo'ladi qanday aytingchi? Bo'ladi yani. Uchalasini bir joyga olsa 13 million 200 million xayri bor, dastavkasi ham bor, bir haftasini olgan bor. 13 million 200 mingdan. Ha. Uchovi bir yerga olsa, Xayri ham bor aka. 39 bo'ladimi shunda? 39 600. 600 bo'ladi. 200 so'm qo'ydimi bor aka? Bo'ldi aka. 13 milliondan ozgina xayri ham bor. Barakasi mesa akalar. 13 million so'mdan mana bunday bozorlarga borib, sarson bo'lib, qiynalib yurmanglar. Gap ochiq, mana buni bozorga borib, so'ramasangiz 15 million yoki 14 million deyishadi. Jicha plyus minus bor aka. Lekin 13 million pastida mana akalar savdosi bor. Bu aytilayotgan narxlardan yana savdosi bor. Bemalol telefon qilasizlar, ish bitadigan darajada. Yeb ichishlar mana ko'rib turibsizlar. Ya'ni bozorga borsalar yeb ichishini hech qachon ko'rsatmaydi. Yoniga hashak olib borib mana yeyishini ko'ring demaydi. O'shaning uchun eng yaxshisini ilinamiz sizlar uchun. Faqat podeshka qilib 3 sekundlik vaqtingiz ketadi. Bittadan like bosib tursalar, xudo xolasa biz kunlik mana shunday chiroyli arzonlardan top chiqarishga harakat qilamiz. 39 ga xayr sunnati bor mana 3 ta akalar. Delasini yopamiz mana. Mana bu mana bo'ydorrog'i. Biri 14 ekan. Biri 14. Orqa boshlarni bir ko'rsatib qo'yingchi. Amalda. Endi boshlanyapti. Mana. Qani bitta jonivor menga qarachi. Mana shunday holatda. Shoqi ham o'smaydigan shoxdan ekan. Biri 14 ekan, biri 10 ga bersam nima dedingiz?
Bo'ldi, pulini ham yengil qilib bering-chi. Yengil qilib beramiz-ku. Nech pul qo'yib beramiz mana shunga. 15 Bo'ladi million, 15 million qo'yib beraman. 14,5 ga nima deysiz? 14,5 chicha. Ozib qoladimi? Hozir qo'yadi. Xo'p, sizga ham sababi tirikchilik, a? Dunyo qo'ymaysiz, bilaman. 14,5 ga chicha yurib berasiz aka, mana. Beraman uka. Berasiz, a? Bir haftasidan o'sha bo'ladi. Biri 14, biri 10 deyaptilar. Akalamiz ham 4 sm yana qisqartirib aytdilar. Bag'ida mana yapti ochig'i bo'ladigan narxini aytib qo'yadi. 14 million 500 ming so'mgacha. Biri 12 chiqsa ham, chiqmasa ham qaytarib berishaveradi bo'yini. Biri 10 plus. Biri 10 plus. Mana shunday mana dagazati bilan fakt bilan mana gapiramiz akalar. Bemalol mana biri 12 chiqsa ham mana molni qaytaraversa deyaptilar. Gap yo'q. 14 million 500 ming so'mga oz-bos yurganga sotilar ekan. Akalar mana keyingisiga Bu to'raylar bo'g'ozga beraveramiz. 4 oylik bo'g'oz. Yuvoshligini ham ko'ring. Xudo xolasa. Qo'ylar ham bor, a? Qo'y sotmaymiz, a? Yo'q, qo'ylar sotilmaydi. Qo'yni boqamiz. Qo'y. Hop, mana shunday holatda ekan. 4 oylik. Hop, ujisi bor, a? O'zisi bor uka, behijolat. 3 oylik qolishaversa, 1 oylik Arzon qo'yib berasizmi 3 oylik bo'lsa? Uzoqroq kechki bo'g'ozda kurashchilarni ishda. 8 ta qilich. 8 ta qilich. Yeb ichishi kombayn. Mana shunday holatda. Hop. Qorinda 3 oylik 8 ta. Endi 3 oydan o'tganini 3 oyga beraveraman. Bo'lmaydi. 3 oy plyus ekanmi? 3 oyga beriladi. Ertaga hajalat. Bo'ylari necha? Biri 18, biri 20 turadi. O'lchaylik. O'lchab qo'yamiz aka. Bo'ldi uka. Fakt bilan gapiramiz. Hozir videoda ichida aytib o'tdik. Endi fakt bilan gapiraylik. Metrdan o'tyapti. Hay. Necha? Biri 18 ga olishaversin. Bo'ldi, biri 18. Nech pul qo'yib beramiz buni? Buni uka 16 million qo'yib beraman. Nima deysiz? 16 million 15,5 ga oldim. Atoba jo'nataver deysiz. Chicha yurishadi. Ko'z Yurishmasin, mana shuni oldim degan insonlarga mana. Chicha yurishadi uka. Beraman. Xayri bor. Oldirib sottiradi ekan. 16 million xayri bor uka. Telefon qilishaversin, bitmaydigan ishimiz o'zi yo'q. Xudo xolasa sotib kelyapmiz. Chiroyli qilib beramiz uka. Bo'pti, 15,5 ga mana. 15 gacha yurishadi beraman. 15,5 ga yurishsa, mana. Bir haftasida borib so'rayib ishni. Yemay ichmay qo'ysa bizga tana. O'zimizga tan. 15 million 500 ming so'mga akalar mana. Oz-moz yurganga bu ham ketaverar ekan. Haliga bo'ladigan narxlar bilan bo'ladiganini aytib qo'ya oldik akalar. Sizlarni ham qiynamadik, o'zimizni ham qiynamadik. Ona bir bosgan uka. Hop, kurashchilar bir bosgan Bir ekan. bosgan. Biri 25 ekan bo'yi. Mhm. Biri 25. 7,5 oylikqa berdi. Bola kelyapti. Mana. Bola, mana shu ko'ringda. Realnisi bo'lsin-a? Kelyaptimi? Bor mana ishda bola bor. Bola ham kattagina ekan. Balki 7 oylikqa beraman uka. 8 oy chiqib borishi Ha, mumkin. chiqib borishi mumkin 8 oylik. Ama 7 oylikqa beraman aka. O'ta yuvar. Gap yo'q. 7 oylik bo'lsa, xudo xolasa naqd narsaga mana qo'lga realni o'zim ham keltirdim, kelib turibdi. Bo'ylarni bitta o'lchab qo'yaylik. 125. 1.25 mana. Pachka Mana ko'rsating. Ey bir qararoqsan. To'g'ri gapirgan yaxshi-da. Ha, tishi bir bosgan. Bir bosgan. Arzon qo'yib berasizmi? Yengil. Bo'g'oz ekan deb 7 oylik ekan deb 20 million qo'yib bermaymiz. Yo'q, aka. Nech pul qo'yamiz? Xudo xolasa 17 qo'ysan nima deysiz? 17 millionga? Ha. 17 millionga вообще shokolad narx bo'ldi. Yana nimasi bor ekan? Borishadi, olib borishadi. Qo'lga kelmasa ham qaytarib berishaveradi molni. Gap yo'q. So'ramadim, aytaman aka shundan. Behijolat. O'zlariga o'tib berasiz. O't xayrini qilib beraman. 17 million so'mga 7,5 oylik, 7 oylik mana bo'g'oz. Real kelyapti mana bola. Mashina turibdi. Keltirishni bilmaydigan inson ham keltirib olaveradi. Sababi Sababi behijolat. hozir qo'limga ozgina tegdim, o'zi bola qo'limga keldi. Xo'p, akalar, mana shu yerda aytilayotgan narxlarni hammasini savdosi bor. Bemalol telefon qilib ulgurib qolinglar. Xudo xolasa narxini ola sizlarga yoqdi deb o'ylayman. Videoda oxiridan like bosish xayolingizdan chiqqan bo'lsa, aka-ukalar, yaxshi niyatda bittadan mol olmasangiz bosib ketinglar. Xudo xolasa mehnat qiladilar. Biz sizlar uchun xizmatdamiz. Doim mana shunday arzonlarni chiqarib boraveramiz. Hammani umriga, rizqiga, chorvasiga Alloh barakasi bersin.
Keyingi videolarda akalar ko'rishguncha deb qolamiz.